Keldim. Kech qolmadimmi? Yuragim yorilib ketdi. 2 daqiqaga kech qolsam, eshik istay faqat aktrisalarga to'lib ketyapti. Mani unutdingizmi, a? Manikisiz tushundingizmi? Faqat maniki. Yaxshiyam Oqila Turkiyaga ketdi-yu, men qutuldim. Bundan keyin birinchi man, kim boshqasi. Tushundingizmi? Shunaqa ham ich qora bo'ladimi? Ich qoralarga jo'natib qo'yamiz. Asalim, do'pposlik qilib oling, menga qarab turing. Do'pposli deysizmi? Yana do'pposlimi? Dilar bo'ppa, nima kerak do'pposli? Shunda ham bilinib turibdi-yu, qilayotgan ishingiz bizga ma'qul bo'lyapti. Ma'qul bo'lgani uchun, yuzimizda biz o'sha sifatni ko'rayotganligimiz uchun hamma aktrisalar eshigingizdagi ochilib poylab mana shunaqasidan turishibdi. Qo'lingizga tegmayapti-yu, Dilar bo'ppa. Siz bizani majbur qilib olib kelmayapsiz, hech kimni majbur qilib olib kelmayapsiz. Hamma o'zini xohish bilan kelyapti. Ishingiz sifatli bo'lgani uchun ham, muomalangiz joyida bo'lgani uchun ham hamma o'zi yugurib kelyapti. Xohlaganlar kelsin, xohlaganlar kelmasin. Asalim bo'ldi, chiskanani qilib bo'ldik. Yuzlarni tozaladik, chiroyli karboksiy terapiya, chiska piling qildik. Endi turasizmi? Asal, uxlab qoldingizmi? Asal. Ha, bo'ldik, chiskanani qilib bo'ldik, muolajalarni tugatdik. Endi turasizmi? Turishim kerakmi? Turmayman, hech ham turmayman. Bu joy meniki, tushundingizmi? Ha, Oqilani chaqirib yana yotqizib olmoqchimisiz? Turmayman. Oqila, men joyim bu, tushundingizmi? Qizlarjonlar, mana mazza qilib uxlab, bir uyg'onsam, qanaqa o'zgarish. Bu hali hammasi emas. Bu shunchaki ozginchagina qilgan uxlatlari. Agar boshidan oxirigacha olaman desanglar, qizlar, bir uxlab turib, tushlarni ko'rib, uy tushlaringda haligi malika bo'lib uyg'onasizlarki, oynaga qaraganinglarda, "Shu menmi?" deysizlar. Qo'llari sehrli-da, Dilar bo'pamni. O'sha uchun mazza qilib har doim vaqt topishim bilan yugurib kelaman. Sizlarga ham tavsiya qilaman. O'zim yaxshi ko'rganim uchun, o'zimda hammasini sinab ko'rganim uchun, menga ma'qul bo'lgani uchun har doim tavsiya qilganman qizlarjonlar. Kelsanglar, o'zingizlar ishonasizlar. Kelmaganlar bir nimalar, voy anu edi, manu dedi, urasizlar anu edi, manu edi deb o'tiraveringlar. Kelganlar mazza qilib ketadi.